Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosishni unutmang. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Başakşehir Eldor Shomurodov bo'yicha qaror qabul qildi. Turkiyaning Başakşehir futbol klubi o'zining yetakchi hujumchisi Eldor Shomurodovning kelajagi borasida muhim qarorni qabul qildi. Joriy mavsumda yuqori darajada o'yin namoyish etib, chempionat top-urallari ro'yxatida yetakchilar qatorida borayotgan o'zbekistonlik futbolchi ishonchni to'liq oqladi. Shu bois klub uni jamoada saqlab qolishga qaror qildi. Jurnalist Salim Manavning xabar berishicha, Başakşehir rahbariyati Shomurodovning Roma klubidan ijara asosidagi shartnomasida ko'rsatilgan 2 million 700 ming yevro miqdoridagi sotib olish opsiyasini rasman ishga tushirgan. Shu bilan birga shartnoma shartlariga ko'ra, o'zbekistonlik hujumchi keyinchalik boshqa klubga sotilgan taqdirda rimliklar transfer summasining 10% olish huquqiga ega bo'ladi. Abduqodir Husanov City'ning yuragiga aylandimi? Manchester City chorshanba oqshomida Chempionlar Ligasi 8-turida Galatasarayni qabul qilib 2-0 hisobda g'alaba qozondi. O'zbekistonlik markaziy himoyachi Abduqodir Husanov kecha jamoa asosiy tarkibidagi ketma-ket 7-o'yinini o'tkazdi. Bu jamoadagi barcha markaziy himoyachilar orasida eng yaxshi ko'rsatkich va butun jamoadagi eng yaxshi 2 o'yinchidan biri bo'ldi. Husanov ushbu mavsumda umumiy 17 ta o'yinda 1228 daqiqani maydonda o'tkazdi. Unda hozircha golli harakatlar yo'q, lekin albatta gollar kutib qolamiz. Hamyurtimizga omad tilab qo'yamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.